Assalomu alaykum. Andijon viloyati Baliq tumani Matoni muhitidagi 36-50 sonli konturda tuman Xalq banki bilan hamkorlikda bir mahsulot bir kontur loyihasi doirasida qovun poliz ekini ekilgan. Ushbu kontur 10 gektarli bo'lib, har biri 30 dan bo'lgan 33 ta lotdan iborat dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun Yashil vodiy javohir fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu fermer xo'jaligi yetarlicha ko'nikma va bilimlarga ega ushbu loyihani amalga oshirish uchun. Hozirgi kunda qovun mahsuloti unib chiqqan, yetilib. Ushbu mahsulot yetishtirishda mahalliy va organik o'g'itlardan foydalanilmoqda. Zamonaviy uslublardan foydalanilmoqda. Har bir gektardan 35 tonnadan jami 350 tonna mahsulot olish mo'ljallangan. Ushbu mahsulotni yig'ishtirib olingandan keyin o'rniga daromadlarni oshirib boruvchi yana bir mahsulot ekish rejalashtirilgan. Bir yilda 2 marta hosil olib, dehqonlarning daromadlarini oshirish mo'ljallanmoqda.